so'mda yozib qo'yilibdi, hamma joyda qabul qilinishi kerak deb shart deb yozib qo'yilibdi, lekin u hamma joyda qabul qilinmayapti. Haydovchilik guvohnomasi olish uchun to'satdan narxlarni oshirilishi, avtoraqamlar olish uchun narxlarni to'satdan hech kimga bildirmasdan yashirincha oshirilishi, hozirgi paytda jamiyatdagi o'sha norozilik kayfiyati kuchayib borayotganligini bizni politexnologlar hukumatga qanchalik yetkazib beryapti. Assalomu alaykum. Men mana shu so'nggi kunlardagi naqdsiz to'lov shakllari bo'yicha va umuman hukumat tarafidan amalga oshirilgan yangiliklar bo'yicha ayrim fikrlarni bildirmoqchiman. Mening nazarimda hukumatda politexnologlar yoki ishlamayapti yoki o'z sohasini mutaxassisi bo'lgan politexnologlar yo'q deb o'ylayapman. Shunaqa xulosaga kelyapman. Nega deganda o'zini ishini ustasi bo'lgan politexnologlar agar bo'ladigan bo'lganda edi, o'sha hukumat qabul qilayotgan qarorlarni samarasi, ularni jamiyatga, fuqarolarga qanchalik salbiy yoki ijobiy ta'sir qilishini oldindan ko'ra olgan bo'lar edi deb o'ylayman. Afsuski o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlardan kelib chiqiladigan bo'lsa, bizning hukumatda politexnologlar fuqarolar orasida jamiyatda norozilik kayfiyatiga sabab bo'ladigan qarorlarning o'sha natijasini to'g'ri ko'ra olmagan. Chunki mana aynan o'sha benzin yoqilg'ini naqdsiz shaklga o'tkazilishi ham oddiy aholi orasida juda ham noqulayliklarga va kerak bo'lsa mantiqsizliklarga, qolaversa ortiqcha xarajatlarga olib keldi va kelmoqda. Xorijiy sayyoh kirib kelyapti va u yoqilg'i quyishi kerak. U juda ham o'zini e'tirozlarini bildirib, men mana shunaqa xarajat qilyapman yoki men yoqilg'i quya olmayapman, naqd pulim bor, lekin uni ishlata olmayapman degan bir e'tirozlarni bildirgan videolar tarqaldi. So'm bor, so'mda yozib qo'yilibdi, hamma joyda qabul qilinishi kerak deb shart deb yozib qo'yilibdi, lekin u hamma joyda qabul qilinmayapti. Haydovchilik guvohnomasi olish uchun to'satdan narxlarni oshirilishi, avtoraqamlar olish uchun narxlarni to'satdan hech kimga bildirmasdan yashirincha oshirilishi, bularning hammasi o'sha aholi orasida norozilik kayfiyatini kuchayib borishiga sabab bo'layotganligini aynan politexnologlar ko'ra bilishi kerak va ular o'sha qarorlar qabul qilinishidan ancha oldin bu haqda hukumatni ogohlantirishi kerak bo'ladi deb o'ylayman. Nazarimda yoki ularni xulosalariga bizni hukumat e'tibor bermayapti yoki bo'lmasa o'sha ular hukumatga yetarli darajada o'zlarining xulosalarini yetkaza olishmayapti yoki xulosa berishmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarni, oddiygina ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsak, hali u yerda izoh qoldirishlarni qo'yaylik. Izoh qoldira olmayotganlar qancha? Oddiy hududlarda, internet yetib bormagan joylardagi aholi qanchalik qiynalyapti? Masalan, deylik, plastik kartasi, bank plastik kartasi yo'q odamlar bor. Ular onda sonda bir marta o'sha chiqib zapravkadan yoqilg'i quyib mashinasini to'ldirib qo'yadigan qatlam bor. Ularni dardini kim eshitadi? Tasavvur qiling, mana qishloqda yuribdi-da, dabdurustdan borib zapravkada pul qo'yish kerak. Plastik kartasi yo'q yoki plastik kartasida puli yo'q, kissasida naqd puli bor, nimanidir bozorda sotdi, borib yoqilg'i quyaman desa, yo'q, sen yoqilg'i quya olmaysan deyapti. Nima, bu so'm bekor bo'lganmi? Yangi so'm chiqdimi desa, yo'q, yangi so'm chiqmagan. Menimcha buni hali ham kech emas. Balkim birdaniga dabdurustdan shuni qilmasdan bir oy, 2 oy davomida baravar ishlatiladi va bir oydan keyin qandaydir bir o'tish davri qilish kerak edi.